Barliqidan ayrilib qolgan shu sahobalar naqadar buyuk jangovar ruh bilan qaddini tiklagan bo'lsa, bizmi tajovuzchilardan o'z haqqimizni qaytarib elish niyati bilan o'zimiz va avlodlarimizni har jihatdan kuchlantirishimiz, mushu ulug' kunlarda Allohning nusrat berish uchun yalvorib duo qilish bilan birga iroda va niyatlarimizni har vaqt yangilab kuchlantirib turishimiz kerak. O ishki ayının sultanı bo'lgan Ramazan oyi kirguli 5-5 4 kun bo'lib qoldi. Biz bugun tarixdagi mush kun yuz bergan muhim bir voqelik bilan birlikda tanishib chiqamiz. Gerçi manbalarda bu kun yuz bergan ko'plagan muhim voqealar tilga ilingan bo'lsa-mu, bugun biz islom tarixida musulmonlarning mushriklarga qarshi tashkillangan tunji qo'shini bilan tanishib chiqamiz. Payg'ambarimiz ozg'unlik va jaholat patqan Qurayshlarning ichidan chiqib bütün dünyaya rahmet kılıp evatilgandan keyin Quraysh mushrikleri Peygamberimiz ve Peygamberimizge ergashgan musulmonlarni din yandirish uchun turli zulmlarni qildi. 13 yil davomlashgan bu zulmdan keyin Allohning izni berishi bilan musulmonlar dini uchun o'z yurtini tashlab Madinaga hijrat qildi. Musulmonlar dinini erkin yashay oladigan keng zaminga hijrat qilib yerlashgandan keyin yurt makonlardan qo'g'lab chiqargan Makka mushriklaridan intiqom olishi, o'z haqqini qaytarib olish kerak edi. Shunday kunlarning birida Shamdan qaytgan Makka karvonining Madinaga yaqin bir joydan o'tadiganlik xabari musulmonlar uchun mushriklardan haqqini qaytarib olishning tunji fursatini yaratgan edi. Payg'ambarimiz bu xabarni olgandan keyin Hamza radhiyallohu anhu boshchiligidagi 30 kishilik qo'shinni tashkillab, Abu Jahil boshchiligidagi 300 kishilik karvonni to'sishga avatdi. Qo'shinning bayrog'ini Abu Mirsad Kanaz ibn Husayn degan kishi ko'targan edi. Bu qo'shin Sayful Bahr qo'shini deb atalgan edi. Gerçi mushriklar musulmonlardan son jihatda 10 hassa ustun bo'lsa-mu, Allohning va'dasi uchun putgan, qalbining songa bog'liq emasligiga ishongan musulmonlar mushriklarning sonidan qo'rqib qolmadi. Ularning qarshisiga chiqishdan ikkilanib qolmadi. Bu vaqtda gerçi ikkala tarafning ittifoqdoshi bo'lgan Juhayna qabilasidan Majda ibn Amr degan kishi oraga kirib, urush bo'lishini to'sib qolgan bo'lsa-mu, bu kun musulmonlarning o'z haqqini qaytarib olish uchun qilgan tunji harakati bo'lgan edi. Mushriklarga o'zini tanitib qo'yishning, Allohning dinini ustun qilish uchun hozirlangan bir bo'lik qo'shinning tayyor ekanligini ko'rsatib qo'ygan. Mushriklarning bundan keyingi safarlarda qalbiga qo'rqinch solgan edi. Bugun bizmi xuddi dini uchun barliqidan kechib yurtini tashlab chiqqan shu sahobalar kabi o'z yurtimizning yiroqlarda yurtimizga hamon bir kun qaytish umidi bilan o'zimiz va bolalarimizni tarbiyalash, shu vatanimizni tajovuzchidan qaytarib olish uchun harakat holatida turibmiz. Barliqidan ayrilib qolgan shu sahobalar naqadar buyuk jangovar ruh bilan qaddini tiklagan bo'lsa, bizmi tajovuzchilardan o'z haqqimizni qaytarib olish niyati bilan o'zimiz va avlodlarimizni har jihatdan kuchlantirishimiz, mushu ulug' kunlarda Allohning nusrat berish uchun yalvorib duo qilish bilan birga iroda va niyatlarimizni har vaqt yangilab kuchlantirib turishimiz kerak. Keling qarindishim, sizmi vaqtingizni behud o'tkazayotgan turli mashg'ulotlardan qo'lingizni uzib, har turli bilimlar bilan o'zingizni qurollantirishga, iqtisodiy jihatdan o'zingizni kuchlantirishga harakat qiling. Alloh taolaning bu yil Ramazonni har birimiz uchun iymonimizni yangilaydigan, diniy va milliy kimligimizga bo'lgan tushunchamizni oshiradigan, uningdan boshqa har turli yaxshiliklarga vasila bo'ladigan oy qilib berishini so'raymiz.